Inson nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki dunyosi go'zalligi bilan ham boshqalardan ajralib tura olishini ko'rsatib bergan. Samimiy, oqko'ngil, xushchaqchaq, nur yuzli va hamisha boshqalarga o'rnak bo'la oladigan Ra'no opani Toshkent metrosida tanimagan odam bo'lmasa kerak. 30 yillik umrini metro yo'lovchilariga xizmat qilib o'tkazgan, ammo bundan zarracha pushaymon bo'lmagan. Nafaqada bo'lishiga qaramay, haligacha yuragida shijoat bilan xalq xizmatida bo'lishga sidqidildan bel bog'lagan qahramonimiz haqiqiy ma'noda metro odami sifatida barchaning ko'nglidan joy olib o'rgilgan. Men Oltiboyeva Ra'no Sherniyazovna 1989-yil metroga ishga keldim. Havasim kelib yurardim metroga tushganimda. Keyin taqdir qazosidan o'sha ishga kelib qoldim. Birinchi farrosh bo'lib ishladim. Keyin operatorlik o'tdim. Undan keyin lavozim o'tayim deb starshий operator qilishdi. Hozirgacha starshий operator bo'lib ishlayapman. Ishimni rosa yaxshi ko'raman. Men endi yoshim bilan to'g'ri kelmagan uchun 60 dan oshdim. Xudo xolasa bu yil 61 ga to'laman. Yoshlarga yo'l bera qoling. Yoshlar bizga o'xshab ishlasin shuncha yil. Biz yoshimizga yetib, el hurmatida bo'lish paytgacha hali hech kimdan noligan joyimiz yo'q. Hech kim nolimadi. Rahbariyatimizga ming rahmat. Shunchalik bizani qo'llab-quvvatlab har tomonlama sanatoriylarga borib keldim. Boshqa qilishdi. Hech qachon bir yomonlik ko'rmadim hech kimdan. Hammalardan yaxshi, rahbarimiz ham rosa ham yaxshi. Qaysi bekatga borsam o'sha stansiyalar nachalniklari bilan hech ham qarsam menga borgan joyim yo'q hech qachon shu paytgacha. Hammalarga minnatdorman. Faqat endi shu yoshim bo'lgani uchun endi baribir yoshlarga yo'l bera qolaylik, mayli yoshlar ishlasin. Shu yozuvchilarimiz bor, kassalarimiz bor, rosa mazza qilishlar. Men hozir ham mazza qilishlaryapman. Odamlarga men tushuntirish ishlarini, cheklarni olishga harakat, men o'tayotganda tushuntirishni rosa yaxshi ko'raman. Endi mayli. Nafaqat hamkasblari, balki ko'plab yo'lovchilar uchun ham tanish. Chehrasi doim kulgu bilan, xush kayfiyat bilan lim-molim bo'lgan qahramonimizni tinglab, ularning hayotiy tajribalari bilan bo'lishishlarini iltimos qilganimizda, ko'zlaridagi hayajon o'z kasbidan faxrlanish ekanligini tushundik. Kollektiv rosa ham yaxshi. Nachalnik stansiya boshlig'iga bog'liq, kollektivga bog'liq. Biz qaysi bekatga borsam hamma kollektivdan shunaqa chiqishib ketamiz. Axir hayajon boshqachada qanaqadir. Men ishga dam olgani kelaman, chunki o'z ishimni juda sevaman, deydi qahramonimiz. Uyga dam olgan emas, ishxonaga dam olgani kelgan deb olaman-da. Menga shuni anaqa qilib. Men uydagilarga men ketdim, qasqadan dam olgani ketaman, sizlardan deb chiqib ketaman. Mazza qilishlayapman. Yaxshi, hayajonlarim rosa kuchli o'sha paytlarda. Bayramda rahbarlantirishadi, rosa ham yaxshi nachalnikni turni oldinga ishlagan xo'jayinlar hammaligi shuncha yil ishlagan bo'lsam, hali birontaligidan yomon gapirmas. Bir orada shunaqa uzilish bo'lib, qo'lim sinib qolib, yotib yordam pullarigacha berishdi, boshqa qilishdi, harakat topsin. Lekin hech qachon hali yo'q degan gapligini eshitmadim. Ra'no opaning yoshiga nisbatan yuraklaridagi yuksak shijoatni ko'rib, bu shijoat sababi nima ekanligini so'raganimizda, ular ish o'z uyiga, oila o'z uyiga deydi-ku. Oilani tashishni ishxonaga olib kelish hech keragi yo'q. Hammani tashishi bor, tashish odam o'zi yo'q. Bir kelganda bildirib, ana qilib o'tirish hech birov yaxshi qilib bermaydi barish yetganingiz bilan. Shu bar nimada tashishingiz bo'lsa, men anaqa oilam, men anaqa bo'lganimni o'sha inson bilgan odam siz uchun to'g'rilab bera olmaydi. Chunki o'zingizdan o'tadi, o'zingiz bilasiz faqatgina. Uchun nima deyman? Yaxshini yaxshi oshirib, yomonini yashirishga harakat qilish kerak, deya javob berdilar. Bitta kelinim bor, uchta farzandim bor. Ikkita qizim, bitta o'g'lim bor. Kelinim tilla, o'g'lim undan ham tilla, qizlarim undan ham tilla. Kelinim nima dedi? O'zim qizimdek qabul qilganman-da, qizim ursam ham kelinni urishib turolmayman. Chunki onajon dedi, oyijon ertaga sizga hozir qanaqa qilsam, ertaga bolalarim menga kelinim shunaqa qaraydi dedi. O'tirib uyda ishxonada bo'lgan narsalarni gaplashib o'tiramiz. Boshqa qilamiz, lekin mamnunman, hamma narsadan mamnunman, Xudoga shukr. Lekin umrim shuncha tez o'tib ketganiga bir xilda turib o'taman. Neужели vaqt o'tib ketdi shunchalik deb qolaman-da. Mana hozir ham bo'lib o'tirib keldi-da, kattalardan anaqasi gumila ishlab o'tib pulimni yechib oldi. Nima bo'pti? Ajab bo'pti, tam kulvardi ular ham. Keyin YouTube ko'rsatib to'lib o'tdim mana, keyin o'tkazib yubordim. Minnatdor bo'lib ketishadi, doim kelib rahmat deb.
shuni qizi mana shunaqa bo'lib turadi, kelib qolish voy endi nima bo'ladi, voy endi oxirgi poyezd ketdik, endi nima qilamiz deb qo'ysam kulishadi keyin, boshqa kelmaydimi deb keladi deb qo'yamiz. Metroga ishga kirganimga ham 30 yil bo'libdi-da. 30 yil haqiqatan ko'z ochib yumguncha o'tib ketgandek, umr oqar daryo deganlaridek oqib o'tib ketganini sezmay qolibman. Shunchalik tez o'tib ketdiki, hayron ham qolaman. Neujeli yaqinda kirdim-ku, yaqinda 1 yil bo'libdi, 2 yil bo'ldi deb yurgan edim. Men ochib qarasam 30 yildan oshibdi ham. Lekin men minnatdorman, shunchalik haqiqatan vaqt juda yangi yillarni birga kutdik, aytishdi, bayramlarni tadbirlarga chaqirishdi, lekin zo'r bo'ldi. Men aytaman, yana bir bor aytaman, men minnatdorman. Ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Ish qilib hammaga aytaman, yaxshi deyman, yomon bo'lmadim. Pensiyaga chiqqanimga mana 6 yil bo'ldi, bir pasda o'tib ketibdi. Pensiyaga chiqsam bo'ldi degan edim. Qarasam pensiyadan o'zim 6 yil ham ishlab qo'yibman. Keyin ham 30 yil oldin kelganimda sharoitlar gerotigida ishlaganmiz. Unda ham bor edi sharoit, mayda-mayda kamera yo'q, lekin spokойно ishlardik hamma narsada. Hozir ham yaxshi. Hozir borgan sari yuksalish boshqacha bo'lib, yengillik yaratilib ketyapti. Faqat jetonlar edi. Borgan sari yengillik bo'lib, hammasi joyida, bilmayman. Qanaqadir o'zgarishlar katta bo'lgan sarichi vagonlarimiz ham yengillashdi, bekatlarimiz yengillandi. Mana bankomatlar qo'yildi. Hammasi boshqacha. O'ziga yarasha, zamonasiga yarasha o'zgarib ketyapti-da. Ayol kishi bo'lishiga qaramay, oila va ish faoliyatida muvozanatni ushlab tura olgan qahramonimiz yoshlarga shunday maslahat berdilar. Nima maslahat? Sabr bardoshli bo'lishi, eng kerakli muomala bo'lishi kerak. Nima deydi? Odam ishlasa o'ziga qaraydi, o'ziga qarab muomalani to'g'rilasa hech qachon yomon bo'lmaydi. Shirin so'z ham onam rahmat aytadi. Sen ham mushtahar, siz ham mushtahar. Hech qachon sen demagin bolam, biron dilini og'ritmagin. Dil og'ritganga Alloh ham yoqmaydi deb. Yaxshi gapirsangiz, ilonamizdan kundan chiqadi deyishadi, xuddi shunga o'xshab. Metro yomon emas. Kelgan odam yomon bo'lmaydi deb hech qachon men bilmadim. Men shuncha yil ishladim, lekin men juda ham minnatdorman. Rahmat boringlarga shukr.